O'zbek shou-biznesi olamining yorqin vakillaridan biri xonanda Ozoda Nursaidova haqida hozirgina shoshilinch yomon xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, agarda kanalda yangi bo'lsangiz, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Mashhur xonanda Ozoda Nursaidova so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Ozempic ukoli haqida o'z fikrini bildirdi. U bu mashhur ozdiruvchi dori vositasi sog'liq uchun jiddiy xavf tug'dirishini ochiq aytib o'tdi. Xonandaning so'zlariga ko'ra, ko'plab insonlar tez va oson ozishni xohlab ushbu ukolni ishlatmoqda. Ammo u dori vositasining yon ta'sirlari haqida ogohlantirdi. Ozempic organizmga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidladi. Ozoda Nursaidova bu gal konsert uchun qanday sahna imijlarini tanladi? Ozoda Nursaidova ayni kunlarda bo'lib o'tayotgan konsert dasturi uchun tanlagan imijlari bilan muxlislarini hayratda qoldirmoqda. San'atkor bilan muxlislarini o'tayotgan konsert dasturi uchun tanlagan imijlari bilan muxlislarini hayratda qoldirmoqda. San'atkor sahnada nafaqat ijrosi, balki o'ziga xos uslubi va zamonaviy qiyofasi bilan ham e'tiborni tortmoqda. Ma'lum bo'lishicha, xonanda bu yilgi konsert dasturida turli xil obrazlarni namoyish etishga alohida urg'u bergan. U klassik hindcha hamda kechki вечерний uslubdagi liboslarni tanlab, har bir chiqishini o'ziga xos ko'rinishida bezagan. Instagramda tarqalgan videolarda Ozoda Nursaidova kamida 6 xil obrazda ko'rinish bergani muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Har bir obraz o'zining nafisligi, zamonaviyligi va sahnaga mosligi bilan ajralib turadi. Xonanda intervyularidan birida konsert uchun maxsus 2 xil kostyum tiktirgani, umuman olganda esa barcha imijlari uchun katta mablag' sarflaganini ham ochiq aytgan. U muxlislari uchun sifat va go'zallikni ayamasligini, sahnaga har doim yangicha ko'rinishda chiqishini istashini ta'kidlagan. Sankt-Peterburgda 7 yoshli bolani qutqarish chog'ida o'z hayotini xavf ostiga qo'ygan o'zbekistonlik Xayrulla Ibodullayevning jasorati yuksak davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoniga ko'ra u jasorat medali bilan munosib taqdirlandi. Ma'lum bo'lishicha, Ibodullayevning bu qahramonligi keng jamoatchilik tomonidan katta hurmat va e'tirofga sazovor bo'lgan. Uning insonparvarlik va fidoyilik namunasi ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama qilinmoqda. Ibodullayev Instagram sahifasi orqali xonanda Ozoda Nursaidovaning konsertida qatnashgani va san'atkor bilan samimiy uchrashuv o'tkazganini ma'lum qildi. U o'z postida Ozoda Nursaidova konsertida Ozoda opa bilan samimiy uchrashuv bo'lib o'tdi deya yozib qoldirgan. Mazkur uchrashuv aks etgan video ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilarning iliq munosabatiga sabab bo'lmoqda. Ko'plab muxlislar qahramonning jasorati va oddiy hayotdagi samimiy holatlarni alohida e'tirof etishmoqda, deyiladi xabarda.